Temashkadagi mansab tomimizda ishlar jadallik bilan ketyapti. E'tibor beringlar. 13 metrga 13 metr. Bu yerdan ustunlardan perigarodga bo'ladi. Bu yerda xohlasa bitta uzun zal qilib qo'ysa bo'ladi, ikkiga bo'lib qo'ysa ham bo'ladi. Ustun horililarimiz 10 ga 10 profil bo'ldi. Nihoyatda mustahkam. Strapillarimiz 5 ga 15 oldu. Belermeydi. Ustun bilan devorning orasi 3,5 metr bo'ldi. Bu yer lestnisadan chiqishda hol. Bu yerda ham temirdan perigarodga bo'lganda xohlasa ustun zal, xohlasa ikkiga bo'lib qo'ysa bo'ladi. Shu uyimizni hovlisi ham bor desam ishonasizlarmi? Mana shu joyi 2,5 ga 3 metrlik joyi hovli bo'ladi. Suv shu yerga tushadi. Turba orqali tashqariga chiqib ketadi. Nihoyatda mo'tadil bo'lgan, o'zbekchasiga aytganda. G'oya zo'r, proyekt zo'r bo'lgan. Tomdan unumli foydalanish. Kuzatib borlar, shunaqa foydali videolarni qo'yib boraman. Turinga qatır jarayonini ham qo'yib boraman. Kuzatib boringlar. Nihoyatda mustahkam tom bo'lyapti. Yaqini horilarimizni devorni o'yib tiqib qo'ydik. Har qanaqasiga mustahkam bo'ldi. Oldida balkoni bor. Romlarimiz kattagina rom bo'ldi. Xudo xolasa shuni kunda qo'yib boraman. Kuzatib turinglar.